Nima uchun qiz boqqan otaga jannat, o'g'il tarbiya qilgan otaga jannat bashorati kelmagan? Qizni tarbiya qilgan otaga jannat bashorat. Uni boqish, kiyintirish emas, uni mas'uliyat, uni javobgarlik. Yuragini bir tomoni shu qizda bo'lib turadi-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchta qiz tarbiya qilgan otaga jannat bo'lsin dedilar. Odobini, axloqini chiroyli qilsa, yaxshiliklar ko'rsatsa, u otaga jannat bo'lsin dedilar. Sahobiylarning orasida bittalari yo Rasululloh, ikkita qizi bo'lsa-chi deganda, ikkita qizi bor otaga ham jannat bo'lsin dedilar. Balkim hozir shu yerda bitta qizi borlar bordir oranglarda, bormi? Bitta qizi bor otaga ham jannat bo'lsin.